Assalomu alaykum do'stlar. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol: qaysi drobelikani olsam bo'ladi? 3 kilovatli yaxshimi? 5 kilovatlimi yoki 6,5 kilovatli yaxshimi? Alyumin motor yaxshimi yoki mis motor yaxshimi? Shu kabi savollarga bugungi videomizda javob berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosishni unutmang. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bo'lmasam biz boshladik. Bu drobelikamiz 3 kilovatli motor bilan jihozlangan, bunisi 5 kilovatlik, nariginisi misli 6,5 kilovatli motor bilan jihozlangan. Endi motorlar haqida aytadigan bo'lsak, 3 xil motordan foydalanamiz. 2 xil alyuminli, bittasi misli. Motorlar haqida batafsil video davomida ma'lumot beramiz. Hozir o'sha 3 kilovatli drobelikamizni ichini ochib bemalol ko'rsatamiz. Ochilishlari ham oson, qiyin emas, bitta harakat bilan ochiladi, ya'ni kurchoyli bo'ladi. Xo'p, endi ichlariga keladigan bo'lsak, deyarli hamma drobelikamizni ichlari bir xil bo'ladi. Qalin 21 ta segmentlarli pichoq bilan jihozlangan bo'ladi. Trubalariga keladigan bo'lsak, ya'ni pichoq aylanadigan trubasi 400 li diametri, qalinligi bo'lsa 8 li trubadan foydalanamiz. Bu yerda asosiy farq qiladigan joyi mahavigida bo'ladi, ya'ni yupqaroq 6 li listdan foydalaniladi mahaviga. Motori o'sha 3 kilovatli motor bo'ladi. Kilogrammi bo'lsa, mahavida 5-5,5 kilo chiqadi motorning kilogrammi. Trubalari o'sha qalin trubadan bo'ladi. Deyarli hamma drobelikimizga 21 tadan pichoqdan foydalanamiz. O'sha boya aytganimizdek, ochib yopilishlari ham qulay. Masalan, gayka botli emas, orqasida kurchoy bo'ladi. Bemalol o'sha kurchoydan bitta harakat bilan ochib yopsanglar bo'ladi. Qiyinchilik tug'dirmaydi. Xo'p, endi 5 kilovatli motor bilan jihozlangan drobelikimizga keladigan bo'lsak, bu ham korpuslari bir xil. Endi farq qiladigan joyini hozir sizlarga aytib o'taman. Ichida asosiy farq qiladigan joyi mahavigida bo'ladi. Mana trubalari ham bir xil, pichoqlari ham bir xil, 21 ta segmentlarli pichoq bilan jihozlangan bo'ladi. Bu yoqdan ko'rsatadigan bo'lsak, qalin 10 kilogramli mahaviy bilan jihozlangan bo'ladi. Narigi drobelikamizdagi mahaviy 3 kilovatli motor bilan jihozlangan va mahaviga 5 kiloli bo'ladi. Bunisi 10 kiloli mahaviy bo'ladi, ya'ni qalinroq bo'ladi, og'irroq bo'ladi. Motoriga keladigan bo'lsak, motori 5 kilovatli bo'ladi. Xo'p, endi 3 kilovatli motorimizni bittadan 10 tagacha bo'lgan chorvasi bor insonlarga tavsiya qilamiz. Bu 5 kilovatli drobelikamizni bo'lsa, ya'ni 40 ta, 50 ta yoki 100 tagacha borinki, chorvasi bor insonlarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Endi bu yoqda turgan drobelikamiz pushka varianti deb ataymiz buni. Bu to'rtburchak variantini biz hampa deb ataymiz. Hozir pushkali variantli drobelikamizni ichlarini ko'rsatamiz, ya'ni mis motor bilan jihozlangan drobelikamiz. Xo'p, buni qulayliklari yonboshlatib chiqarsanglar ham bo'ladi, yoki bir joydan ikkinchi joyga siljitish kerak bo'lsa, ikkinchi odam kerak bo'lmaydi. Ko'tarib bu yoqqa siljitish uchun buni bemalol aravacha qilib, yetalab xohlagan joylarga siljitib qo'ysanglar bo'ladi. Qulayliklari shu yerda. Endi to'rtburchak drobelikimizga ham g'ildirak qo'yib chiqarsa bo'ladi. Endi buni ichlari ham deyarli o'sha 5 kilovatli alyuminli motorimiz bilan bir xil bo'ladi. Masalan, pichoqlari 21 tadan bo'ladi. Asosiy farq qiladigani buni motori, ya'ni 6,5 kilovatli misli motor bilan jihozlangan bo'ladi. O'sha boya ko'rsatganimizdek 10 kiloli mahaviy bo'ladi bunda ham. Quvvatlari endi alyuminga qaraganda misli bilasizlar baquvvat bo'ladi. Bu misli motorimizni ko'p chorva boqadigan fermer akalarimizga tavsiya qilsak bo'ladi. Ya'ni 100 dan 150 dan katta fermalarga bemalol olib ishlatsa bo'ladi. Toklari 180, 250 gacha bo'lgan toklarda bemalol ishlayveradi. Xo'p, drobeliklarimizni hammasida deyarli avtomat bor. Qandaydir nagruzka tushsa, avtomatdan o'zi motorni himoya qiladi, avtomatdan o'zi tashlab yuboradi. Boya aytganimizdek, 3 xil motordan foydalanamiz. Ya'ni 2 xil alyuminli, uchinchisi misli bo'ladi. Bu motorimiz 3 kilovatli alyuminli motor. Оборотлari hammasini oboroti 3000 oborot bo'ladi. Bu motorimizni bittadan 10 tagacha chorvasi bor insonlarga tavsiya qilaveramiz. Endi ikkinchi motorimiz bo'lsa 5 kilovatlik, kilogrammi 23 kilo chiqadigan alyuminli motor. Bu motorimiz bilan jihozlangan drobelikamizni 40 ta, 50 ta, 60 tagacha bo'lgan chorvasi bor insonlarga tavsiya qilamiz. Endi bu motorimiz bo'lsa 6,5 kilovatli misli motor bo'ladi. Agar tokinglar 160 gacha past tok bo'lsa, alyuminli motor tavsiya qilamiz. Tokilar 180 dan baland bo'lsa, misli motor tavsiya qilamiz.
Yana bir narsa, tok masalasi. Tokimiz past, qaysi birini olsak bo'ladi degan savolga javob. Agar tokinglar past bo'lsa, ya'ni 160 dan 250 gacha bo'lgan toklarda 3 kilovatli yoki 5 kilovatli alyumin motorimiz bemalol xizmat qilib beradi. Yo'q, bizda tokimiz baland deydigan bo'lsanglar, ya'ni 180 dan 250 gacha bo'lgan balandroq toklarda misli motorimizni olsanglar, bemalol xizmat qilib beradi. Past toklarga alyuminli motor tavsiya qilamiz. Balandroq toklarga misli motor tavsiya qilamiz. Alyumin motorli drabilka arzonroq bo'ladi. Misli motorli drabilka qimmatroq bo'ladi. Farqlarini video avvalda aytib o'tdik. Alyumin motorli drabilkamiz past toklarda, ya'ni 160 voltdan 250 gacha bo'lgan toklarda bemalol ishlab xizmat qilib beraveradi. Endi misli motorli drabilkamiz bo'lsa 180 voltdan 250 gacha bo'lgan toklarda bemalol ishlayveradi. Ya'ni misli motorli drabilkamizga tok ozgina balandroq bo'lishi kerak. Ya'ni 180 voltdan 250 gacha bo'lgan toklarda bemalol ishlab xizmat qilib beraveradi. Endi materiallariga keladigan bo'lsak, qalin 8 li trubadan va qalin yangi listlardan foydalanamiz. Endi narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 3 kilovatli alyumin motorimizning narxi 2 million 400 ming so'm bo'ladi. 5 kilovatli alyuminli motorimiz narxi 2 million 800 ming so'm bo'ladi. Endi misli 6,5 kilovatli motorimiz narxi 3 million 300 ming bo'ladi. Dastavkalarini O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz. Xohlasanglar, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga kargo orqali jo'natib beramiz. Endi yana bitta narsa, agar bizdan 5 ta yoki 6 tadan ko'proq oladigan bo'lsanglar, drabilkalarimizni ulgurji narxlarda qilib beramiz. Ya'ni hozirgi aytgan narxlarimdan ham ko'ra arzonroq qilib beriladi ulgurji narxlarda. Bizda drabilkalardan tashqari atala qozonlar ham mavjud. Ya'ni atala pishirib beradigan fermer aka-ukalarimiz bemalol buyurtma qilsa bo'ladi. O'chog'i bilan qozoni komplekt bo'ladi. Ko'rib turganinglardek 280 litrligi, 350 litrligi, naryoqda 400 litrligi bor. Shunaqa yumaloq ko'rinishdagi atala qozonlarda 280 litrdan 800 litrgacha buyurtma qilsanglar bo'ladi. Xo'p, to'rtburchak varianti bo'lsa 1 tonnadan 2 tonnagacha zakaz qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bizda garelkalar ham mavjud, ya'ni hokaga yonadigan garelka. Narxi 1 million so'm bo'ladi. Komplektida motorchigi bo'ladi. Hozir bu yerda motorchigi yo'q. Avvalgi videolarimizda yoqqanlarini ko'rsatganmiz. Xo'p, atala qozonlarimiz narxiga keladigan bo'lsak, 280 litrligi 900 ming so'm, 350 litrligi 1 million 100 ming so'm, 400 litrligi 1 million 200 ming, 500 litrligi 1 million 300 ming, 600 litrligi 1 million 400 ming. Xo'p, yana 700 litrligi 1,5 million so'm, 800 litrligi 1 million 600 ming so'm. Dastavkasini kelishilgan holatda, boya aytgan narximiz dastavkadan tashqari narx. Dastavkalarini O'zbekiston bo'yicha kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Kimga qaysi drabilka mos keladi? Kichik xo'jaliklar uchun 3 kilovatli alyuminli motorli drabilkamizni tavsiya qilamiz. Ya'ni bittadan 10 tagacha bo'lgan chorvasi bor insonlarga 3 kilovatli drabilkamizni tavsiya qilamiz. Endi ko'proq chorva boqadigan fermerlar uchun bo'lsa 5 yoki 6,5 kilovatli drabilkamizni tavsiya qilamiz. Biz bu drabilkalarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Bundan tashqari Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga ham kargo orqali yetkazib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarimizga aloqaga chiqib buyurtma bersanglar bo'ladi. Agar O'zbekistondan tashqarida bo'lsanglar, pastdagi raqamlarimizda Telegram, WhatsApp mavjud. Telegramdan yoki WhatsAppdan aloqaga chiqib buyurtma bersanglar ham bo'ladi. Buyurtma bersanglar hisob uylargacha yetkazib beramiz. Demak, endi tanlov sizda. Qaysi drabilka sizga mos keladi? Alyuminlimi yoki mislimi? Savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiringlar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aytgancha, kanalimizdan uzoqlashmanglar, chunki hali ko'plab foydali videolar oldinda.